Assalomu alaykum do'stlar. Men sizlarga va'da qilganimdek, o'sha Instagramga qanaqa qilib bepulga obunachini ko'paytirish mumkin degan savolingizga javob beradigan videoyimni ssilkasi mana shu bo'ladi. Birinchi o'rinda nima qilamiz? Birinchi o'rinda nastroykaga kirib olamiz. Nastroykaga kiramizda Instagramni o'zini klon qilib olamiz. Mana nastroykaga kirdik. Ben bu yoqqa klon deb yozsak, birinchi o'rinda chiqib keladi. Kloнирование приложениyaga kirib, Instagram ustiga bitta bosib, kloнирование приложениyani yoqamiz. Demak bo'ldi, bu yerda qiladigan ishimiz qolmadi. Keyin ko'ramiz. Mana Instagramimiz bizda hozir ikkita bo'ldi. Mana bu originali bo'lsa, mana bu Instagram klon bo'ldi. Klonga kiramiz. Menda hozir bu yerda klonda 10 ta akkaunt ochilgan, fake akkaunt ochilgan. Avvalambor qiladigan ishimiz biza fake akkauntlar ochib olishimiz kerak. Kirganimizda birinchi bizda raqam va akkaunt so'rash turadi. Akkaunt ochish hamma biladi. Akkaunt ochib olasizlar. Akkaunt ochganda ham qanaqa ochasizlar? Men hozir buni ham ko'rsatib o'tib ketaman. Avval birinchi hozir men sizlarga Chrome orqali nakrutka qiladigan saytga kirib olamiz birinchi o'rinda. Nakrutka qiladigan saytning nomi mana. takipchitime.com kiramiz. Mana bu yerda login va parol turadi. Loginning ustiga bitta bosamiz va chiqamizda loginimizni yaratib olgan, o'zimiz ochib olgan akkauntimizni loginini, nomini va kodini eslab qolishimiz kerak bo'ladi. Men sizlarga maslahat beraman, hammasiga bir xil kod qo'yinglar, o'shanda adashib ketmaysizlar. Login har xil bo'lsin, lekin kodinglar bir xil bo'lsin, o'shanda adashmaysizlar. Mana birinchida turgan hozir loginimizga kirib olamiz. Ruslan C. Vladov qilamiz. Men bu yerga o'zimning kodim yozaman va kiramiz. Kirganimizda mana chiqamiz. Menda hozir 175 ta obunachiga ruxsat bor deyapti. Tepadagi 175 ga bosamiz va men bu yerda Kolanchi adga o'zimizni original akkauntimizni endi yozamiz bu yerga. Nomini va original akkauntimning nomi mana Chirchiq Cross. Chirchiq Cross saytiga hozir o'zim original akkauntimga kirdim. Menda hozir 4487 ta obunachi bor. Endi kiramizda mana shu Chirchiq original akkauntimga через fake akkaunt orqali original akkauntimga hozir 175 ta odam jo'nataman, lekin 175 ta degani bilan 175 ta tushmaydi o'rtoqlar. Shuni bilinglar. Bitta akkauntdan minimum 10 ta, 5 ta, 10 tadan maksimum 60 tagacha tashlab beradi. Har doim har xil. Mana hozir nechta bo'ldi menda? 4498 ta. 4500 bitta, 4502 ta bo'lib ketdi. Ko'rasizlarmi o'rtoqlar? Kamida 20 ta hozir menga hozir uje obunachi qo'shildi. Mana uje 6 ta, 4506 ta. Menga hozir uje bitta akkauntimning o'zidan 20 ta obunachi qo'shildi. Va kutib turamiz. Men bu yerda vaqt ketib turadi. Bu yerda nechta odam qo'shilganini sizlarga ko'rsatib turadi, lekin har doim ham ko'rsatilgan obunachilarning sonini bermaydi. Shuni unutmanglar. Minimum 6 tadan maksimum 60 tagacha qo'shib beradi. Men hozir mana bitta birinchi akkauntimning o'zidan mana 20 ta obunachi qo'shildi. Endi men sizlarga yana aytib o'tib ketmoqchi bo'lgan narsa, mana chiqamiz, bitta buni istoriyani tozalab tashlaymizda, bitta obnovit qilamiz, yana qaytib o'sha login parolga kiriladi. Login paroldan uje ikkinchi akkauntimiz orqali kiramiz. Men sizlarga xohlasanglar yana bitta akkaunt ochib, noldan ham ko'rsatib berishim mumkin. Bu hech qanaqangi xavfli joyi yo'q. Bemalol любой odam ochsa bo'ladi, chunki birinchi akkaunt ochgan paytingizda sizlarni telefon raqamingizga kod keladi, qanaqadir kodlar keladi. Ularni nimadir qilsak biz nimadir bo'lib qoladimi telefonimiz degan savollar hech qanaqa bo'lmasin. Hech qanaqangi xavfli joyi yo'q. Men o'zimda sinab ko'rganim uchun sizlarga ko'rsatib beraman. Boshida to'g'ri fake akkauntinglar vzlom bo'ladi. Ya'ni vzlom bo'lganda qanaqa? Sizlar o'sha kodni yozganingizda fake akkauntingizga kimdir ulanib oladi. Mumbaydan, USAdan, Hindistondan kimlardir ulanib oladi. O'shanda sizlarga maslahatim, kirgizlarda sirazi parol o'zgartirib qo'yinglar. Uni
ikkinchi akkauntni chiqazib yuborasizlarda, выход qilib chiqazib yuborasizlar uni, sirasi parolni o'zgartirib qo'yasizlar. Bo'ldi, olam guliston. Hech qanaqangi muammo bo'lmaydi. Chunki men o'zimda anchadan bir bu narsani sinab ko'ryapman. Hech narsa bo'lgani yo'q. Original akkauntinglarni hech kim zulm qila olmaydi. Zulm bo'lsa ham sizlarni fake akkauntinglar zulm bo'ladi. Xohlagan payt, yana xohlagancha akkaunt ochsanglar bo'ladi. Sizlarga men akkaunt ochishni ham ko'rsatib beraman va yangi akkauntim orqali ham hozir sizlarga kirib ko'rsatib beraman. Men sizlarga hozir haqiqiy jonli obunachilar ham qo'shilganini isboti bilan ko'rsatib o'tib ketyapman. Hozir menga qo'shilgan akkauntlarni, yangi akkauntlarni ko'rsatib berib ketyapman. Mana har 5 ta 10 tadan bittasi jonli akkaunt. Даже mana o'zbeklar ham bor ekan, mana Rasul. O'zi asosan Hindistonni, Amerikani, Rossiya, o'rislar ham bo'lishi mumkin. Farqi yo'q. Aralash, butun dunyoni aralashtirib tashlagan akkauntlar bo'ladi, lekin ichida o'zbeklar ham chiqib qoladi. Kim mana shu saytdan foydalangan bo'lsa, o'sha saytdan foydalangan insonlarni zulm bo'lgan akkauntlarini sizlarga qo'shib beradi. Xullas, mana men ikkinchi akkauntimdan ham foydalanib bo'ldim. Ana endi sizlarga hozir yangi akkaunt ochib ko'rsatib beraman va sizlarga o'sha akkauntinglar qanaqa zulm bo'lishini hozir ko'rsatib bermoqchiman. Zulm bo'lganda nima chiqib kelishini. Men hozir bunda 2 kun oldin bir marta zulm bo'ladi, undan keyin zulm bo'lmaydi. Shuni bilib qo'yinglar. O'sha paytda o'zida chiqazib yuborasizlar. Mana только что был выполнен вход degan yozuvga bosamiz. Unda bo'lib turadi o'zi, mana ko'rasizlar menda. Уже mana Samsung Galaxy A5 dan kimdir menga kirib olgan va qo'shilib olgan. Mana akkauntimga ustiga bitta bosamiz. Kimdir qo'shilib olgan New York Citydan, United States. Bosamiz, выйти qilamiz. Выйти qilganimizdan keyin bu yoqdan chiqib ketamiz. Chiqib ketganimizdan keyin готовani bosamiz. Готовani bosganimizdan keyin birinchi qiladigan ishimiz parolni o'zgartirish. Parolni o'zgartirib qo'ysanglar bo'ldi. Qaytib kira olmaydi sizlarga. Parolni o'zgartirish uchun Center akkauntovga kiramiz, настройкаga kirib, pastda mana parol и безопасностьga kiramiz. Изменения для пароля kiramiz. Kirganimizdan keyin birinchi tekushi o'zimizni oldingi eski parolimizni yozib olamiz. Eski paroldan keyin новый parolga o'zimiz istalgan, yana bitta esimizda qolgan parol yozamizda, pastiga o'shani takrorlab qo'yamiz, saqlanib qilamiz. Bo'ldi, olam guliston. Qayta ishlatsangiz ham keyin hech kim sizga zulm qila olmaydi. Shunaqa qilib fake akkauntdan 10 tagacha ochishingizga ruxsat bo'ladi. Har bitta klondan 10 tagacha akkaunt ocha olasiz o'rtoqlar. Endi men sizlarga hozir yangi akkaunt ochaman, ko'rsatib beraman. Oldin mana bittasidan hozir mana video qilib chiqib ketamiz. Bitta akkauntdan chiqib ketishim kerak, chunki menda shundoq 10 ta turibdi akkaunt. Xo'p, mana yangi akkaunt ochaman hozir. Hop, добавить аккаунт Instagram qilamiz. Новый создать, новый qilamiz. Новый аккаунт создать. Demak, mana imya yozinglar. Istalgan imya yozishinglar mumkin. Mana masalan men hozir nima deb yozaman? Real. Bu real. Yaxshi. Bunaqa demay qo'ya qoling, yana realchilar negativ yozib tashlashmasin. Tak. Barsachilar to'g'rirog'i. Nakrutka degan kanallar ko'p ekan. Demak, tekin nakrutka. Yo'q, mana tekin nakrutka. Qo'yil, bunaqasi ham bor ekan. Nima deb yozsak bo'ladi? Bir qilib ko'raylik. Bu ham bor. Xullas, nima deb yozsanglar ham bo'laveradi, farqi yo'q. Istalgan narsa, faqat parolini eslab qolsanglar bo'ldi. Bu shundoq ham sizlarda ko'rinib turadi logininglar. Men bunga parol qo'yamiz. Men har doimgidek bir xil parol qo'yaman. Bir xil parol bo'lganligi uchun. Shunaqa qilsanglar doim esingizda turadi. Esingizdan chiqib ketib qolmaydi. Parol bir xil bo'lsa, 10 ta akkauntingizda bemalol foydalanishingizga, o'zingizga qulay, oson bo'ladi. Hozir zagruzga bosim. Tekin nakrutka qilib ochamiz. Hammasiga propustit qilib chiqamiz. Shuni bilinglar.
hammasiga propustit deb bosib chiqamiz. Dalya qilamiz va sirazi yana propustit yozuv chiqadi. Propustit qilib yuboramiz. Bo'ldi. Bizga уже yana bitta akkaunt ochildi. Mana tekin nakrutka 99 degan yangi akkaunt ochdik. Endi mana bu yoqqa login parol yozamiz. Tekin nakrutka. Bu уже yangitdan ochilgan. Bunga sirazi kirmaydi. Bunga telefon raqamingizga kod keladi. Men sizlarga qanaqa kelishini shuni ko'rsatib bermoqchiman xolos. Kodni yozamiz. Kutib turamiz. Mana shu yerda shuni bilib qo'yinglar, ozgina vaqt oladi. Sizni telefoningiz ularda registratsiyadan o'tadi. Xullas, ozgina vaqt oladi. Va internet tezligingizga ham bog'liq bo'ladi. Internetingiz yaxshiroq ishlaydigan joyda turib oling, iloji bo'lsa. Demak, kutib turamiz. Raqamingiz o'zi avtomatik registratsiya bo'lgan raqamingizga keladi. Mana bizga Facebook, yana bitta narsa, Facebook ile ochilgan bo'lishi kerak, shuni unutmanglar. Facebook ile bo'lishi kerak. Mana men bitta уже men kopiya qilib kodini qo'ydim. Bizga hozir keyin birinchi ochilgan, birinchi registratsiya qilingan akkauntlar uchun boyagidek 175 ta obunachi deb yozilgan yozuvimiz 350 ta bo'lib turadi va bu degani eng kamida 20 tadan ko'pi bilan 80 tagacha obunachi qo'shib beradi degani. Yangi kirgan obunachilar uchun, ya'ni yangi kirgan bu saytdan yangi ro'yxatdan o'tganlar uchun 350 ta bo'lib turadi. Haligi boyagi odamchani tepasidagi yozuv. Chirchiq Crossga yana bosamiz. Mana bu yerda bizning kanalimiz shapkasi bo'lib turadi. 350 ni yozamiz. Nakrutka berishdan oldin bitta ko'rib olamiz. Qani nechta bor ekan. Obunachimiz 4560 bitta ko'rib olamiz. Endi qani ko'ramiz, qani nechta qo'shib beradi. Ba'zida qo'shmay qolishi ham mumkin, ba'zida juda kam qo'shib qolishi ham mumkin. Sababi bu bazani har doim stabilni ishlamaydi baza. Bir xil payt juda ham zo'r ishlab qoladi. Ya'ni 10 tadan har bittasidan 20 tadan urib qoladi. Bir urganingizda 10 ta akkauntingizdan 20 ta ursangiz, misol 10 ta akkauntingizdan har biridan 20 tadan ursangiz, bir kirganingiz o'zida 15-20 minutda ichida siz bemalol 200 ta obunachi o'zingizga o'tkazib chiqib ketsangiz bo'ladi. Bir kunda mana shu narsani bemalol 10 marta takrorlasangiz bo'ladi. Har 2 soatda bu narsa yangilanib turadi. Mana menda hozir mana vzlom bo'pti. O'sha mana sirazi vzlom qilib qo'yishdi meni. Kirishga uspet qilmay qoldim. Biz bundan выход qilib выйти из аккаунта chiqib ketamiz. Yana yangi akkaunt ochib olaveramiz. Bizga qizig'i yo'q. Bizda shundoq ham akkauntlar ko'p. Aytmoqchi bo'lganim, yangi profil ochganingizda bu saytdan ro'yxatga o'tib, nakrutka urib bo'lganingizdan keyin o'sha profilingizga kiringda sirazi parolni o'zgartirib qo'ying. Оповещениyaga kirasiz, yurakchani bosasiz. Yurakchani bosganingizda hozirgina sizga kimdir qo'shilib oldi degan yozuv turgan bo'ladi. Ustiga bitta bosasiz, primoy sizni center akkauntingizga o'tkazib yuboradi. O'sha center akkauntdan uni chiqazib yuborasizda, parolni o'zgartirib qo'yasiz. Bo'ldi. Mana shu narsani vechniy qilsangiz bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan Chirchiq Cross kanalining asoschisi Bilol bo'ldi. Sizlarga bundanda foydaliroq, manfaatliroq kontent qilishga va'da beraman. Faqat qo'llab-quvvatlab, layklab, podpiskalar, kommentariyalarni bomba qilib tashlaysanglar bo'ldi. Sog' bo'linglar.